Assalomu alaykum barchaga. Biz Andijon viloyati Ulug'nor tumanidamiz. Bu joyga nima qilib berganmiz? Kaziroy и so'kichay, valish, so'rtay deyiladi. Shunaqa narsa qilib berganmiz. Bu razmeri nechaga necha? 4,5 ga 4,5. Nima uchun qilib berganmiz? Soya bo'lishligi uchun, yomg'ir, qorlardan saqlanish uchun, uydan chiqqanda quruq bo'lishligi uchun qilib berganmiz. Bu qanaqa varianti? Tunikali varianti. Qanaqa? Setka, falga, sklavata tunikali varianti bo'lgan. 1 kvadratini 630 mingdan qilib berganmiz. Общий kvadrat 20-25 chiqqan. Общий summasi 12 million 777 ming atrofida chiqqan. 12,5 millionga dogovor bo'lgan. Xudo xolasa bu tomonga so'kichay qilib berilgan. Buni kvadratini hamma materiallari ichida 250 mingdan qilib beramiz. Nimalar kiradi? Profillari, gullari, olib kelib ustanovka qilishlarimiz, reykalari hammasi 1 kvadrat 250 mingdan chiqadi. Xudo xolasa bemalol zakaz qilishingiz bo'ladi. 250 ming ichiga hamma materiallari ustanovka qilishlarimiz kiradi. 630 ming ichiga nimalar kiradi? Olib kelib ustanovka qilishlarimiz, shunaqa tumbalar yasashlarimiz, kraskalari, ustanovkalari hammasi, setka, falga, sklavata, tunikalari hammasi ichida 630 mingdan chiqqan. Xudo xolasa bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Agar xuddi shunaqa gaziroy, so'kichay qildirmoqchi bo'lsangiz, pastga nomerlarga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumot beramiz. Zakaz qiladigan bo'lsangiz, sizga ham xuddi shunaqa qilib yasab beramiz. Bu joyimizga bonuslar ham qilib berganmiz, skameykalar qilib berilgan. Siz ham buyurtmoqchisiz, sizga ham qilib beramiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizga like bosinglar. O'zingizni fikrlaringizni kommentariyada bemalol yozsalaringiz bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.